Shunaqa insonlar bor, qanaqadir qilgan xatolari uchun o'zini kechira olmay yuradi, o'zini doimiy gunohkor his qilishadi, o'zini aybdor his qilishadi va mana shu hissiyotlar bilan o'zini qalbini qiynab yashaydigan insonlar bo'ladi. Bu narsadan qutulish iloji bor, qutulish mumkin. Qalb og'riqlaridan qiynalayotgan insonlar bo'lsa, qalb og'riqlarini olishi iloji bor. Birinchi o'rinda uni sabablarini bilib, konsultatsiya diagnostika qilib, keyin davolash kerak bo'ladi. Ana undan keyin qalbingizni yorishishini keyin ko'rasiz. Qalb yorishi bu umuman boshqacha bir ajoyib narsa. Dunyo ko'zlaringizga boshqacha ko'rinishni boshlaydi. Mana bizda davolanib chiqayotganlar bilishadi. Agar sizda ham xuddi shunday muammolar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Men sizlarga yordam berishga tayyorman.